bugun men pensiya oladiganlar, pensiyaga chiqishga yaqin turganlar va hali yosh bo'lsa ham ish stajini yig'ib borayotgan har bir fuqaro uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap shunchaki bitta kichik o'zgarish haqida emas. Pensiya endi yangicha hisoblanishi, hujjatlar yangicha tekshirilishi, staj va daromadlar bo'yicha talablar yanada aniqroq ko'rilishi mumkin bo'lgan davrga kiryapmiz. Bu ma'lumotni bilmagan odam keyin o'yma-o'y kamroq pul olib qolishi, ortiqcha yugurishi yoki o'z haqqini vaqtida talab qila olmasligi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi? Endi nimalarga e'tibor berish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Qaysi hujjatlar muhim? Qaysi xatolar odamlarni pensiyada qiynab qo'yadi? Kanalga hozirroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan o'z vaqtida eshitilganda foyda beradi. Men avvalo eng asosiy masalani aytaman. Pensiya tizimida odamlar ko'pincha bitta narsani kech tushunadi. Pensiya faqat yoshga qarab beriladigan pul emas. Pensiya odamning butun mehnat hayoti, rasmiy staji, ish haqi, sug'urta badallari, arxiv hujjatlari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, elektron bazadagi ma'lumotlar va ayrim imtiyozli davrlar asosida shakllanadi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Men yillar davomida ishladim. Demak, pensiyam avtomatik yaxshi chiqadi. Lekin amalda har doim ham shunday bo'lmagan. Bir odam 4 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin uning 8 yillik ish davri rasmiy bazada ko'rinmasa, mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, tashkilot tugatilgan bo'lsa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumot topilmasa, pensiya hisobidan muammo chiqadi. Shuning uchun hozirgi yangicha tartiblarning eng muhim ma'nosi shuki, hujjat va ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak. Har bir davr tasdiqlanishi kerak. Odam o'z mehnat tarixini oldindan tekshirishi kerak. Endi tizim bosqichma-bosqich ko'proq elektron ma'lumotlarga tayanadi. Bu nimani anglatadi? Agar siz ishlagan joyingiz sizni rasmiy ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsa, ish haqi, soliq va ijtimoiy to'lovlar orqali ko'ringan bo'lsa, ma'lumotlar elektron bazalarda mavjud bo'lsa, pensiya tayinlash jarayoni ancha osonlashadi. Lekin agar sizning ishlagan davringiz faqat og'zaki kelishuv asosida bo'lgan bo'lsa yoki umuman rasmiy hujjat yuritilmagan bo'lsa, ertaga pensiya hisobida bu davrni isbotlash qiyinlashadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun aytyapman. Chunki pensiyaga chiqadigan yoshga yetganda odamda vaqt kam bo'ladi. Asab ko'p ketadi, arxivdan hujjat izlash qiyinlashadi. Agar buni 5 yil oldin tekshirsa, ko'p muammolarni oson hal qilish mumkin. Oldingi amaliyotda ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri hisoblanardi. Unda qaysi korxonada qachon ishga kirganingiz, qachon bo'shaganingiz, lavozimingiz va buyruq raqamlari yozilgan bo'lardi. Pensiya tayinlashda shu yozuvlar ko'rilardi. Kerak bo'lsa arxivdan tasdiq so'ralardi. Ish haqi ma'lumotlari alohida olinardi. Bunday tizimning qulay tomoni bor edi. Eski davrlarda ishlagan odamlar uchun mehnat daftarchasi ko'pincha yagona dalil bo'lgan. Lekin kamchiliklari ham ko'p edi. Masalan, muhr xira tushgan, tashkilot nomi o'zgargan, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan, sana ustidan tuzatish qilingan, arxivda hujjat yo'qolgan holatlar uchrardi. Natijada odam haqiqatan ishlagan bo'lsa ham isbotlashga majbur bo'lardi. Endi esa e'tibor elektron ma'lumotlarga kuchaymoqda. Bu degani har bir ish beruvchi xodimni rasmiy ro'yxatdan o'tkazishi, mehnat shartnomasini yuritishi, oylikni qonuniy ko'rsatishi, tegishli to'lovlarni aks ettirishi kerak. Fuqaro ham o'z navbatida shunchaki ishlayapman deb yurmasdan, men rasmiy ishlayapmanmi, stajim ko'rinyaptimi, daromadim to'g'ri aks etyaptimi deb tekshirishi kerak. Bu o'zgarishning oddiy odam uchun eng katta foydasi shuki, agar hamma narsa to'g'ri yuritilgan bo'lsa, pensiya tayinlashda ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Davlat organlari ma'lumotni o'zaro bazalardan ko'radi. Lekin eng katta xavf ham shu yerda. Agar bazada ma'lumot yo'q bo'lsa, men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyaga 1 yildan 5 yilgacha vaqti qolgan odamlar e'tibor berish kerak. Masalan, erkak kishi 60 yoshga yaqinlashayotgan bo'lsa yoki ayol kishi pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, u bugundan boshlab o'z stajini tekshirishi lozim. Chunki oxirgi oyda yugurishdan ko'ra oldindan kamchiliklarni topish ancha oson. Ikkinchi guruh ko'p joyda ishlagan odamlar. Masalan, bir kishi 1995 yilda zavod ishlagan, keyin 2002 yilda kichik firmaga o'tgan,
2002 yilda bozorga chiqqan. 2015 yildan yana rasmiy tashkilotda ishlagan. Bunday odamning mehnat tarixi bo'lak bo'ladi. Har bir bo'lak alohida tasdiqlanishi kerak. Agar bitta davr tushib qolsa ham umumiy staj kamayadi. Bu esa pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 3-guruh xususiy sektorda ishlaganlar, xususiy firma ochilgan, yopilgan, nomi o'zgargan, rahbari almashgan bo'lishi mumkin. Ba'zan firma xodimini rasmiy olmagan yoki oylikni minimal ko'rsatgan bo'ladi. Masalan, odam qo'lga 3 million so'm olgan, lekin hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan. Pensiya hisobida ko'proq hujjatdagi rasmiy daromad ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun men aslida ko'proq olganman deyish keyin yordam bermaydi. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro bir necha yil boshqa davlatda ishlab kelgan bo'lsa, bu davr pensiya stajiga qanday ta'sir qilishi alohida tartiblarga bog'liq. Har bir davlat bilan kelishuvlar, to'lovlar, rasmiy ishlaganlik hujjatlari muhim. Chet elda norasmiy ishlagan davrni keyin tasdiqlash juda qiyin bo'lishi mumkin. 5-guruh yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bu yerda ham asosiy savol bitta: tegishli to'lovlar qilinganmi? Faoliyat rasmiy yuritilganmi? Davr bazada ko'rinyaptimi? Agar odam 10 yil savdo qilgan, lekin rasmiy ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, bu 10 yil avtomatik staj bo'lib ketmaydi. Endi men bir nechta oddiy misol keltiraman. Birinchi misol: Malika opa 30 yil maktabda ishlagan. Uning mehnat daftarchasi to'g'ri, ish haqi ma'lumotlari ham bor. Oxirgi yillardagi ma'lumotlar elektron bazada ko'rinadi. Bunday holatda Malika opa juda katta xavotir qilmasligi mumkin. Lekin baribir u pensiyaga chiqishdan oldin staji to'liq ko'ringanini tekshirishi kerak. Chunki ba'zan bitta buyruq sanasi yoki familiya o'zgarishi bo'yicha kichik xatolik ham jarayonni cho'zadi. Ikkinchi misol: Hasan aka 15 yil qurilishda ishlagan, lekin doim ham rasmiy bo'lmagan. U bir brigadada ishlagan. Pulni boshliqdan naqd olgan, mehnat shartnomasi bo'lmagan. Keyin 12 yil rasmiy korxonada ishlagan. Hasan aka men jami 27 yil ishladim deb hisoblaydi. Lekin pensiya idorasi faqat rasmiy tasdiqlangan davrlarni ko'radi. Agar qurilishdagi 15 yilga hujjat bo'lmasa, u davr hisobga olinmasligi yoki isbotlash juda qiyin bo'lishi mumkin. Natijada Hasan akaning pensiya kutgandan kam chiqadi. 3-misol: Dilshod 2010 yildan 2024 yilgacha xususiy firmada ishlagan. Qo'liga 5 million so'm olgan, lekin ish beruvchi rasmiy oylikni 1 million so'm qilib ko'rsatgan. Dilshod hozir yaxshi daromad olgandek tuyulgan. Lekin kelajakda pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan summa asos bo'ladi. Bu juda muhim saboq. Bugun konvertda olingan pul qulay ko'rinishi mumkin, lekin ertaga pensiyada o'z zararini ko'rsatadi. 4-misol: Saodat opa farzandlari kichik bo'lgan davrda bir necha yil ishlamagan. U demak bu yillar butunlay yo'qoladi deb o'ylashi mumkin. Lekin ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga qo'shilishi yoki alohida hisobga olinishi mumkin. Masalan, bola parvarish bilan bog'liq davrlar bo'yicha aniq hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomasi, ta'til buyruqlari. Ish joyidan ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy gap: hujjat bo'lsa imkoniyat bor, hujjat bo'lmasa masala murakkablashadi. 5-misol: Rustam aka sovet davrida zavodda ishlagan, keyin zavod yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr xira. Bu holatda arxivdan ma'lumot olish kerak bo'lishi mumkin. Agar zavodning hujjatlari davlat arxiviga topshirilgan bo'lsa, tasdiq olish mumkin. Agar hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, boshqa dalillar, sud tartibi yoki qo'shimcha tasdiqlar masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha hujjatlarni oldindan tekshirish juda zarur. Men odamlarni ortiqcha vahimaga tushirish tarafdori emasman. Agar siz rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish joyingiz sizni mehnat shartnomasi bilan olgan bo'lsa, oyligingiz rasmiy hisoblangan bo'lsa, soliq va ijtimoiy ma'lumotlar bazada ko'rinsa, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat tarixingiz tartibli bo'lsa, sizda katta xavf kamroq. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Hatto davlat tashkilotida ishlagan odamda ham familiya o'zgargan bo'lishi mumkin. Pasport ma'lumotlari yangilangan bo'lishi mumkin. Eski hujjatlarda tug'ilgan sana bitta raqamga farq qilishi mumkin. Bitta hujjatda 1964 yil, boshqasida 1965 yil yozilib qolsa, bu oddiy xatodek ko'rinsa ham pensiya tayinlashda savol tug'diradi. Shuning uchun men har bir fuqaroning o'z mehnat tarixiga
xuddi bankdagi hisob raqamiga qaragandek qarashini maslahat beraman. Siz pulingizni tekshirasiz, kartangizga qancha tushganini ko'rasiz. Staj ham xuddi shunday bo'ylik. Uni ham tekshirish, saqlash va kerak bo'lsa tuzatish kerak. Endi juda muhim nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta, hamma ishlagan davr ham avtomatik pensiya staji bo'lavermaydi. Ishlaganlik rasmiy tasdiqlanishi kerak. Og'zaki kelishuv, tanishlarning gapi, qo'lga berilgan pul, eski telefon rasmlari odatda yetarli asos bo'lmaydi. Albatta ayrim nizoli holatlarda qo'shimcha dalillar ko'rilishi mumkin, lekin odam bunga suyanib qolmasligi kerak. Ikkinchi nozik nuqta ish haqi miqdori. Pensiya faqat necha yil ishlaganingizga emas, ayrim holatlarda qancha rasmiy daromad olganingizga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy oylikni past ko'rsatish kelajakdagi pensiyaga zarar keltiradi. Bugun ish beruvchi soliq kamroq bo'ladi deb sizni rozi qilishi mumkin. Lekin ertaga kamroq pensiya oladigan siz bo'lasiz. Uchinchi nozik nuqta hujjatlardagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, lekin hamma hujjatda bir xil aks etmagan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, pasport nusxalari kerak bo'ladi. Buni oldindan tayyorlab qo'yish kerak. To'rtinchi nozik nuqta arxiv hujjatlari. Eski korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Ba'zan odamlar sobiq rahbarni izlab yuradi, lekin rahbarning o'zi ham hujjatni bera olmaydi. Rasmiy arxiv ma'lumoti kerak bo'ladi. Shahar yoki tuman arxivi, idoraviy arxiv. Tashkilotning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi, shuning uchun oxirgi o'yga qoldirmang. 5-nozik nuqta imtiyozli pensiya va og'ir mehnat sharoitlari. Ayrim kasblar, zararli yoki og'ir sharoitda ishlaganlar ma'lum sohalar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham asosiy shart lavozim, ish sharoiti. Ish davri va tegishli ro'yxatlarga moslik hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men og'ir ishda ishlaganman degan gap alohida dalilsiz yetarli emas. 6-nozik nuqta pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish imkoniyati. Ba'zi odamlar pensiyam tayinlandi, endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida agar keyinchalik qo'shimcha staj yoki ish haqi hujjatlari topilsa, belgilangan tartibda qayta hisoblash masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik emas. Ariza yozish, hujjat topshirish asos ko'rsatish kerak bo'ladi. Endi eng kerakli qismiga keldik. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni tekshiring. Agar sizda mehnat daftarchasi bo'lsa, undagi barcha yozuvlarni ko'rib chiqing. Ishga kirgan sana, bo'shagan sana, tashkilot nomi, lavozim, buyruq raqami, muhr va imzo aniqmi? Shuni tekshiring. Har bir sahifani rasmi olib, alohida saqlab qo'ying. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. Tegishli davlat xizmatlari portali, pensiya yoki mehnat ma'lumotlari ko'rinadigan rasmiy tizimlar orqali staj va ish joylari haqidagi ma'lumotlaringizni ko'rishga harakat qiling. Agar internetdan foydalana olmasangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Uchinchi qadam, ish beruvchingizdan ma'lumot so'rang. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, kadrlar bo'limidan siz bilan tuzilgan mehnat shartnomasi, ishga qabul qilish buyrug'i, lavozim o'zgarishlari, ish haqi ma'lumotlari to'g'ri yuritilayotganini aniqlang. Bu noqulay savol emas. Bu sizning qonuniy haqqingizga bog'liq masala. 4-qadam, eski ish joylari bo'yicha hujjat yig'ing. Agar 1990-yillar, 2000-yillar boshida ishlagan joylaringiz bo'lsa, ularning hujjatlari qayerda ekanini hozirdan aniqlang. Tashkilot hali ishlayaptimi? Nomi o'zgarganmi? Arxivga topshirilganmi? Voris tashkilot bormi? Shularni bilib oling. Kerak bo'lsa ish staji va ish haqida ma'lumotnoma so'rang. 5-qadam, shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarish haqidagi hujjatlar, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim davri bo'yicha diplom yoki ma'lumotnomalar, bola parvarishi bilan bog'liq hujjatlar, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Nusxalarini ham saqlang. 6-qadam, ariza yozishni biling. Agar ma'lumotlaringizda xatolik topsangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Tegishli idoraga yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, muammo mazmuni,
qaysi davr stajga qo'shilmayotgani yoki qaysi ma'lumot noto'g'ri ekani aniq yozing. Hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini oling. 7-qadam. Pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin tayyorgarlikni boshlang. Men hatto yil oldin boshlashni maslahat beraman. Chunki ayrim arxiv javoblari tez keladi, ayrimlari esa vaqt oladi. Agar boshqa viloyatdan hujjat kerak bo'lsa yoki tashkilot tugatilgan bo'lsa, jarayon cho'zilishi mumkin. Oldindan harakat qilgan odam pensiya yoshiga yetganda kamroq qiynaladi. 8-qadam. Norasmiy ishga rozi bo'lmang. Bu maslahat ayniqsa yoshlar uchun muhim. Bugun siz 25 yoki 35 yoshda bo'lishingiz mumkin. Pensiya uzoqdek tuyuladi. Lekin har bir norasmiy yil kelajakda bo'shliq bo'lib chiqadi. Ish beruvchi sizga rasmiy qilmasak ham bo'ladi desa siz o'ylang, bugun ozgina qulaylik, ertaga esa kamroq pensiya, kamroq ijtimoiy kafolat. Kasallik yoki ishsizlikda kamroq himoya. 9-qadam. Pensiya miqdori chiqqanda tekshiring. Sizga pensiya tayinlangandan keyin uning miqdorini tushunishga harakat qiling. Qaysi stajlar hisobga olingan? Qaysi davrlar kirmagan? Qanday asosda hisoblangan? Shularni so'rashga haqqingiz bor. Agar tushunmasangiz yozma tushuntirish so'rang. Bu tortishish emas, bu o'z huquqingizni bilish. 10-qadam. Hujjatlarni yo'qotmang. Ko'p odamlar hammasi bazada bor deb eski hujjatlarni tashlab yuboradi. Men bunday qilishni maslahat bermayman. Elektron baza juda qulay, lekin eski davrlar arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari. Ma'lumotnomalar har doim kerak bo'lib qolishi mumkin. Asl nusxani alohida, nusxalarni alohida saqlang. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan xatolarni ham aytib o'taman. Birinchi xato hali vaqt bor deb yurish. Pensiyaga 2 yil qolganda ham odam o'z stajini tekshirmagan bo'ladi. Keyin 3 oy ichida 3 yillik hujjatni yig'ishga majbur bo'ladi. Bu juda qiyin. Ikkinchi xato faqat mehnat daftarchasiga ishonish. Mehnat daftarchasi muhim, lekin undagi yozuvlar to'g'ri va tasdiqlanadigan bo'lishi kerak. Agar yozuv bor, lekin muhr yo'q yoki tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 3-xato ish beruvchi nima qilsa, shunga ko'nish. Xodim o'zining rasmiy oyligi qancha ko'rsatilayotganini so'ramaydi. Keyin pensiya hisobida past daromad ko'rinadi. Har oy qo'lga qancha olganingiz emas, rasmiy hujjatda qancha aks etgani muhim bo'lishi mumkin. 4-xato hujjatlarda ism, familiya farqiga beparvo qarash. Bitta harf nima qiladi deb o'ylamang. Rasmiy tizimda bitta harf ham savol tug'dirishi mumkin. Ayniqsa eski kiril yozuvidan lotinga o'tgan hujjatlarda farqlar ko'p uchraydi. Bularni oldindan moslashtirish yoki tasdiqlovchi hujjatlar bilan tayyor turish kerak. 5-xato arizani og'zaki qilish. Odam idoraga boradi, tushuntiradi, lekin yozma murojaat qoldirmaydi. Keyin men aytgandim deydi. Rasmiy ishda yozmangiz kerak. Ariza qabul qilingan sana javob xati, ro'yxat raqami bo'lishi kerak. Men bu masalaga kengroq qarashni xohlayman. Pensiya tizimidagi yangicha yondashuvning maqsadi faqat odamni tekshirish emas. Maqsad mehnat munosabatlarini tartibga solish, norasmiy ishni kamaytirish, haqiqiy staj va haqiqiy to'lovlarni ko'rsatish. Kelajakda pensiyalarni adolatliroq hisoblashdir. Agar bir odam 30 yil rasmiy ishlagan, hamma to'lovlari qilingan bo'lsa, boshqa odam esa 30 yil norasmiy ishlagan bo'lsa, ularning hujjatdagi holati bir xil bo'la olmaydi. Bu ochiq eshitilishi mumkin, lekin tizim hujjatga qaraydi. Shuning uchun bugundan boshlab ham fuqaro ham ish beruvchi mas'uliyatli bo'lishi kerak. Bu yerda yana bir muhim natija bor. Odamlar o'z mehnat huquqlarini ko'proq talab qila boshlaydi. Rasmiy ish, rasmiy oylik, shartnoma, ta'til, kasallik varaqasi, staj, pensiya bularning hammasi bir-biriga bog'langan. Siz bugun rasmiy ishlash talab qilsangiz, nafaqat hozirgi huquqingizni, balki kelajakdagi pensiyangizni ham himoya qilasiz. Demak, bugungi asosiy xulosa shunday. Pensiya endi shunchaki yoshga yetganda avtomatik hal bo'ladigan masala emas. Har bir fuqaro o'z stajini, rasmiy ish haqi ma'lumotlarini, mehnat hujjatlarini va elektron bazadagi yozuvlarni oldindan tekshirish kerak. Kimda hujjatlar tartibli bo'lsa, xavotir kamroq. Kimda norasmiy ish, eski arxiv, xiramuh, familiya farqi yoki ko'p ish joyi bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq mehnat daftarchangizni ko'ring. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Eski ish joylaringiz bo'yicha hujjatlarni aniqlang. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi idoraga murojaat qiling.
Pensiya bu sizning ko'p yillik mehnatingiz natijasi. Uni tasodifga tashlab qo'ymang. Sizningcha yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik yaratadimi yoki aksincha hujjati to'liq bo'lmaganlarga qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki keyingi videolarda men pensiya, nafaqa, ish staji va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yana muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib beraman.